Islom dinida 3 ta sport turi bilan shug'ullanishga targ'ib qilingan. Bu targ'ib allakimlar tomonidan emas, butun olamlarning Robbisining eng suyukli payg'ambar bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam tomonidan targ'ib qilingan. Bu uchala sport turi qaysiligini bilmasangiz, videoda oxirigacha kuzating. Agar eshitgan bo'lsangiz, eshitmaganlardek eshitib turing. Birinchi sport turi bu otda minish, ya'ni ot sport bilan shug'ullanish. Ot sport bilan shug'ullangan insonlarda chonoq suvaklari, umurtqa pog'onasi va muskullari yaxshi ishlaydi. Ular balandlikda yurishlikka ancha moslashgan bo'ladi. Bolalarimiz shu orqali ancha chiniqadi. Ikkinchi sport turi bu suzish. Ya'ni suzish orqali inson butun tanasidagi barcha muskullarni ishlatadi. Ayniqsa bu suv ostida, kislorodsiz muhitda va yuqori bosim ostida suzayotgan paytimizda tanamizdagi barcha muskullar maksimal ishlaydi. Bu esa insonning muskullarini, tanasini chiniqishiga, organizmning immunitetini oshishiga va kasalliklarga kurashuvchiligini oshishiga yordam beradi. Uchinchi sport turi bu kamondan o'q otish. Bu sport turi bilan shug'ullangan insonning diqqati, ya'ni fokusi faqat bir joyga qaratilgan bo'ladi va uzoqqa qaragan paytimizda ko'z qolchiqlarimiz kengayib, miyaning ichida bosim kamayadi, ko'zimiz dam oladi va insonning diqqatini jamlash xususiyati oshadi. Fokusi faqat bir narsaga qaragan hisobiga boshqa narsaga chalg'imaydigan bo'ladi. Tasavvur qiling, farzandlaringiz hozir biz tavsiya qilgan va dinimiz tavsiya qilgan bu sport turi bilan shug'ullanishyaptimi yoki hozir sport turi sifatida tan olingan kiber sport bilan yoki Counter Strike'larda o'ynab shug'ullanishyaptimi? Hozirda sport turida tan olingan va bu bo'yicha hattoki federatsiyalardan ochilgan kiber sport turi va uni organizmga foydasi yoki zararlari haqida izohlarda o'z fikringizni qoldiring.